Barchaga salom do'stlar. Ender Dragons kanalidagi yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, hozir biz Pocket Edition Toolbox Minecraft'ni o'ynab ko'ramiz. Bu Minecraft qanaqa deydiganlar uchun kiramiz, tagini mana bu yoqqa yozamiz. Sidiga mini ko'plablarga sid ochamiz. Xarita bor do'stlar. Hamma harfini hozir tushuntiraman. Mana kiramiz, xohlagan narsa olsa bo'ladi. Hozir yo'q. Hozir mana flight yoqamiz do'stlar. Flight yoqdik, survivalda bemalol uchamiz. Mana achach. Bemalol ucha bo'ladi mana. Endi mana shu yoqqa kiramiz. Tezlikni mana yoqqa olib qo'ysak, endi tezlikni qaranglar. Hamma narsa olish mumkin. Mana bu bor. Endstone ham bor. Xohlagan nelarcha 255 tagacha bo'ladi. Bitta keyin mana bu yoqda xohlagan effektlarni bersanglar bo'ladi o'zingizlarga. Mana mob tanlaysizlar, masalan mana bu golem. Shuncha jonni qaranglar. Ham beradi, hop. Golem tanlaganlaringizga kelib bu joyga bosasizlar. Paydo bo'ladi. Mana bosinglar, unda paydo bo'lmaydi. Endi do'stlar, bitta narsa hayronman. Nima? Hozir o'zimizga bitta anor berib olamiz. Bu Minecraft. Shu Pocket Edition Minecraft'da do'stlar. Mana portallar orqasi bor. Portal, mana endstone bor. Hozir endstone bor. Lekin nimaga ko'z yo'q? Ko'z yo'q emas, bor. Faqat bizga berilmagan. Qanday qilib desanglar mana. Finalina beriyor. Cheat bilan o'ynashni yaxshi ko'raman. Cheat bilan ko'p marta o'ynaganman. Sizlar ko'rsangiz. Qanday tez mana ko'z. Yana ko'p narsani ko'rsatishim kerak. Tepaga chiqamiz do'stlar. Tepaga chiqishning eng zo'r yo'li do'stlar. Kreativ to'lashlarda mana no clipga yoqib qo'yinglar. Do'stlar, bloklar orasiga sakrashni bosasizlar chiqadi. O'tirishni bosib qo'yasizlar, kirib ketaveradi avtomatik. Do'stlar, xullas bunaqa hamma narsa qilsanglar bo'ladi. Survivalga tashlangan flight yoqib qo'yib bemalol ursanglar bo'ladi. Xohlagan bloginglarni olsanglar bo'ladi. Yana mana bu bloklar ham bor. Ishda chiqib qolish kerak. Mana bu yerda. Mana portal ham bor. Hozir bulardan boshqaman. Mana kirka kerak bo'ladi. Hop, do'stlar. Mana bunisidan nima tushadi? Temir olmos kerak. Hozir bu yerda hamma narsalarni ham sehrlasanglar bo'ladi. Masalan, olmos, mana uni ham sehrlasa bo'ladi, lekin
Super kirga bu ham sindiradi tez. Ham kalam qan. Qo'lim qan. Tezlikni pasaytirib qo'yadi. Kalam qani. Ham tez sindiradi, ham galimni o'ldiradi. Bizga kuchli. To'g'ri, shu videoni men bundan hozir yana bir narsani ko'rsatmabman. Mana overworldga bossanglar o'zini tashlab nezerga yopishib qo'yadi. Orqaga. Ana, nezer. Qaytib nezerga bosasizlar. Dunyoga olib qo'yadi. Qishloq qani? Qishloq qani? Bu portal bilan video qilsanglar bo'ladi. Ana masalan videolarga yaxshi. Mana bu tashlab videolarga yaxshi bo'ladi. Mana yana ilade qilsanglar. Mana lekin endi shunaqa video qilmayman. Sizlarga aytib qo'ydim. Bunaqa portal qishlog'imizga qayerdan keldi degan video olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa tutorial video qilsanglar bo'ladi. Mana bunday qilib yoqasizlarda keyin videoni to'p portal qilib qo'yasizlar. Ishladi deysizlar. Zo'rdan. Shu videoga tezroq 20 ta like yig'inglar. Men sizlarga bu Minecraft qanday yuklash, Toolbox Minecraft qanday yuklashni o'rgataman sizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalarga xayr.